Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunxen shahri ta'sis qilingan Tor televiziyasining bugungi naq maydon programmasiga xush keldingizlar. Aziz qarindoshlar, men Farhat Yurunqash oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, jahannamninki darvozasi taqilib, jannatninki ishki kang dog'dam echiladigan, duolarimiz oson qabul bo'ladigan, gunohlarimiz oson kechirim bo'ladigan 11 ayının sultanı deb hisoblangan mübarek Ramazan oyiga kirish oldida turmiz. Mushu fursatdan foydalanib turib, men Dunyo Uyghur Qurultayı vakolatan vatan ichi va sizlardagi butun xalqimizningki mübarek Ramazan oyini qutlug'laymiz va mushu fursatdan foydalanib turib, Sharq Turkiston xalqiningki erkinligi, hurligi va vatanninki mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida o'zining qimmatli hayotini pida qilgan bütün aziz şehitlerimizge Allah'ın rahmet, oil tavbatlarga sabr tilaymiz. Yana mushu fursatdan foydalanib turib biz Xitoyning qorong'u zindonlarida, jazo lagerlarida azob uqubat chekayotgan bütün xalqimizga Janob Allohdan esenlik tilaymiz aziz qarindoshlar. Mana hammamiz ko'nglimiz g'ash, ko'nglimiz yerim, dilimiz mayus. Mushu muborak Ramazon oyini kutilish oldida turayotgan bir vaqtimizda, ya'ni tunog'un 5. ayının 3. günü Türkiye'den hemimizde biraz suyundurduğun bir hoş haber geldi. Bu hoş haber neme? Mustabid Komünist Xitoy hakimiyetinin ki töhmetleri bilen bir yerde 20 yıldan bu yan Türkiye'de nazaret asıl tutup durulup atkan, bizge elgi tunulgan bizimki milli ustazımız hem cemaat erbabımız Abdülkadir Yapcan efendim tünögün Türkiye soğutu tarafından bir yerde şartlik koyup verildi ve hazırca erkinlikке, hürlikке erişken buldu. Bu münasebetle biz Abdülkadir Yapcan efendimge salametlik, esenlik tilaymiz aziz qarindoshlar. Yana mush fursatdan foydalanib turib aziz qarindoshlar, men bütün Şarkı Türkistan halkınınki bir yerde Doppa bayramını yani bir mübareklemek çünkü etlikki yani 4. ayının 5. günü Doppa bayramı 2010 yıldan ta ki hazırlıca biz her yılı 5. May günü Şarkı Türkistan halkınınki Doppa bayramını tebriklep kilovatımız aziz qarindoshlar. Mana bu bizninki Doppamız Uyghur halkınınki kimligi ve milli belgesi. Bu mübarek Doppaga Uyghur halkınınki tarihi, nurgun kıymetleri qismatları uyushtirilgan aziz qarindoshlar. Mushu vasila bilan men qayta tekrar ate bo'ladigan Doppa bayramimizni bu yerda muboraklamoqchiman va Doppani kaydim beshimga. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, Mustabid Komünist Xitoy hokimiyatiningki Sharq Turkiston xalqiga silayotgan irqiy qirg'inchilik Ninki, shundaqli silayotgan turli zulmlarninki kundan kunga eshigiga agishib, dunyoning har qaysi ellarda faaliyet yapayotgan Uyghur teşkilatları siyasi faaliyetlerimizdenki Xitoyga qarshi norozilik hareketlerimi günden günge iş beriyotidu, keng ko'lamli namoyishlar uyushtirilyotidu. Masalan, bilasizlar, 4. ayninki 6. günü Amerikaning poytaxti Washingtonda ki erkinlik meydanında Amerikaning tarixida Uyg'urlar tarafidan uyushtirilgan eng keng ko'lamli namoyish muvaffaqiyatli o'tkazildi. Uningdan keyin bir yerda Norvegiya faaliyet yapayotgan Norvegiya Uyg'ur komiteti, shundaqli Shvetsiya Uyghur Marif uyuşması qatarlıq təşkilatlar bir yerdə bir qarar alğan. Bu qarar nima? Yani Skandinaviya Mahbuslar Sadası erkinlik yürüyüşü degan namda keng ko'lamlik Skandinaviya davlatlarida keng ko'lamlik norozilik namoyish etirish chaqirig'ini o'tirib qo'ygan va tunji qatimliq Skandinaviya Mahbuslar Sadası erkinlik yürüyüşü 4. ayının 28. günü Shvetsiyaningki poytaxti Stockholmda ettirilgan keng ko'lamda bu namoyish yana Shvetsiya tarixida Uyg'urlar tarafidan uyushtirilgan eng zo'r namoyishlarning birisi bo'lib tarix battiriga ezildi aziz qarindoshlar. Bu namoyishga Shvetsiyada yashayotgan qarindoshlarımızdan boshqa yana Norvegiyada yashayotgan qarindoshlarimiz va atrofdagi Skandinaviya davlatlarida yashayotgan va boshqa Yevropa ellarida yashayotgan qarindoshlarimiz bu namoyishga qatnashib bu namoyishga bo'lgan o'zlarininki qo'llashini bildirdi va butun Yevropalik tashkilotlarimiz bu namoyish chaqirig'iga mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin va boshqa jihatdan butunlay qo'llab destek beryapti. Mana hozir
Yani Germaniya vaqti soat 1'de, yani şundaqla Oslo vaqti, yani Norvegiyaning poytaxti Oslo vaqti soat 1'de ikkinchi navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yürüyüşü hazır başlandı. Biz hazır naq maydonga bağlanamiz, namoyish maydoniga bağlanamiz ve bu namoyishniki naq maydon ahvoli haqida sizlarga ma'lumot berishga tirishamiz. Qani biz bir naq maydondan bağlanib baqayli. Osloda istiqomat qilib turayotgan Dünya Uyghur Qurultayıniki ma'lum baş təftişi Parat Yaqub əpəndiyini bağlamız. İnşallah texniki cəhətdən bir xatalıq görülməsə, iki Parat bugünkü bu Oslo'da bulunduğun ikinci qatımlıq Skandinaviya erkinlik yürüyüşünü naq maydondan sizlarga xabar qilishga tirishimiz. Assalomu alaykum. Parat əpəndim, qanday ahvolunuz? Yaxşı salamat ediniz? Rahmet, rahmet. Namoyish rasmiy boshlandimi yoki yig'ilyaptimi? Hozir yig'ilyapti. Nurga Uyg'ur ko'mitining raisi hozir jamoatni birga jam qilib, hozir xuddi mikrofon bor. Jamoat yig'ilyapti. Nayt ko'p odam kelibdi. Shu Nurgani Iroq yaqinida Belgistonga Kristiyaston shu atroflarda Shvetsiyadan, Finlandiyadan kelgan jamoatchilik bor. Nayt ko'p jamoatchilik. Hozir naqaydan ko'rishni ko'rib olsam bo'ldi. Buldu bir qarab baqayli naq maydon. Dika ko'rishga rahmat Parat əpəndim sizga avar qildigan bo'ldik. Aziz qarindoshlar, sizlarni ko'rayotganlar Norvegiyaning poytaxti Osloda hozir boshlangan ikkinchi navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yürüyüşünün naq maydon ahvoli. Bu namoyishni Norvegiya Uyg'ur komiteti uyushtirgan Shvetsiya Ma'rif Uyg'ur uyushmasi Şu teşkilatlarının birisi, bunun Avrupa'daki başka teşkilatlarımız mı bu namoyishga aktif maslaştı. Bunu ekran aldı da Norvegiya Uyghur Komiteti'nin reisi Baxtiyar Ömer efendim. Namoyishninki tayyorlik ahvollari haqida. Hozir Norvegiya Uyghur Komiteti'nin hayat a'zolari hamsi o'z o'rinlariga ilgili planlangan bo'yicha tayyorliklarni qilyapti. Oldida boshlab maqtagan bexatarlik diqqat qiladigan har qaysi jihatlarga xizmatlar. Aziz qarindoshlar, hozir biz Dünya Uyghur Qurultayı televiziyasi Osloda o'tkazilayotgan ikkinchi navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yürüyüşü haqida ma'lumot, naq maydonda ma'lumot beryapmiz. Mana Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Baxtiyar Ömer efendim, mana sizlarga ko'rgan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining raisi Abdullah Kökyar efendim ekranga keldi ko'rdinglar. Demak, bu namoyishga Shvetsiyadagi qarindoshlarimiz özünün qo'llashini bildirish uchun kelgan. Parat efendim, hurmatli Parat efendim. Şu Abdullah Kökyar efendimga bir basınız yeniga Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasininki raisi 28 aprel kuni Stockholmda o'tkazilgan namoyishninki unumi keltiga unumi va bu qatimki namoyish haqida o'zining bir qarashlarini qisqacha bir so'zlab bersa yaxshi bo'lardi. Keçirsiz Berat efendim hazır bir kısım cemaatçilikler bunun görüşünge qeyrindaşlar uçraşqanda şu görüşüşte doğru keldik. Albatta. Çünkü har qaysi yillab görüşmegen qarindoshlarimiz mush fursatdan foydalanib turib o'zaro ko'rishib oladi. Assalomu alaykum Kökyar efendim. Hozir Dünya Uyghur Qurultayıniki naq maydon televiziyasidan sizni ziyorat qilyapman. Shuni o'tgan haftada Stockholmda Skandinaviya birlik namoyish qilib berilgan erkinlik namoyishi. Shu to'g'risida o'zingizning tushunchalaringiz ta'siri qanday bo'ldi?
Mustafa özünüzdeki düşüncelerine kılınızı bildirin. Aleykümselam. Berkatı aldı bilen şu dünyanın her kaysı bölgeleriga, Avrupa'nın her kaysı şehirleriga mustamlik sebebinden taraf ketken şeklinde olap ketken barlık Şarkı Türkistan'ın qarindoshlarımga ekran arqali salom beraman. Aleykümselam. Biz şu iz kirgandan beri Skandinaviya hukumatlariga Şarkı Türkistan davasını anlatış yani yuqoridan tuvanga anlatış liniyasi bo'yicha xizmat qildik. Aynı ma'lum 5. aydan başlap 4. aydan başlap tuvanda yuqoriga yani asosiy to'plamda hukumat doiralari desteklash maqsadida Skandinaviya erkinlik yurishi Ağustos qazası degan namoyishni boshladik. Birinchi hafta Stokgolmda erkinlik haqida yig'ilishga to'g'andik. Nazım baktı. Ben bunun hakikaten suyundum. Halkımız ne bir tarafta kesinlikle vatan davası için hepimiz birlik ilerleydi hazırlığımız. İbaret bir hakikaten bu meydandaki çok yig'ilish isbotlanmoqda. Rahmat. Shvetsiya Ma'rif Uyg'ur uyushmasining raisi Abdulla Kökya efendimning sözünü aldыңlar. Hazır namoyish maydoniga toplandı. Bayı Parat efendimning Ahmed'den bildirishicha buningga Norvegiyaning har qaysi rayonlaridan, shaharlardan, shundaqla Shvetsiyadan va boshqa Skandinaviya davlatlaridan bu qarindoshlarimiz kelib to'plangan. Namoyishning uqtirishida 5 may kuni bu bizning Uyg'ur xalqining do'ppi bayrami, shuning uchun namoyish tayyorlik guruhi qarindoshlarimizga bugungi namoyishga do'ppi kiyib kelish chaqirig'ini o'tirib qo'ygan. Qarasa xil ko'p qarindoshlarimizning, xonimlarimizning beshi do'ppi bor, maşallah. Sharq Turkiston xalqining do'ppi bayramiga tekrar muborak bo'lsin. Az qarindoshlar, namoyish başlanış oldida turdi, yurish başlanış oldida turdi. Ikkinchi navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yurishi. Norvegiyaning poytaxti Oslo. Xili ko'p namoyish kelgan qarindoshlarimiz hammasi Xitoyning jazo lagerlarida, Xitoyning qorong'u zindonlarida naq beguna tutib turilayotgan Uyg'ur sarxillarining o'zining urug' tuqqanlarining ota-onalarining resimlerini olibdi. Xo'sh. Dünya Uyg'ur Qurultayı'ndaki muavin icraya reisi, muavin icra reisi Abdülhamid efendim ciddi oldıraş maus namoyish qo'shinini redlash bilan. Xo'sh. Mesela qancha necha kilometr yurdigan arliqinglar namoyishniki? Hozir tushuntiraylik, men bizning bizdagi namoyish qilgan ko'cha Norvegiyadagi cho'ng ko'chalarning biri, endi bu piyodalar ko'chasi, Karl-Johan ko'chasi bo'ldi. Bu shu Oslo'niki markaziy poyezd stansiyasining boshlanib, Podsho o'rtasigacha 1 kilometr, 1 kilometr keldi. Bu ko'chalar dağlık bo'lib, buningda şu qadimiy iboratlar 1850 yılından dağlık cherkov, ondan keyin qadimiy bozor qatorli nurg'un şu Norvegiyaga dağlık joyi bor. Birozdan keyin namoyish qo'shini bilan tang ko'pchilik ko'rib o'tdi. Qaysi davlatlardan kelibdi namoyishga? Shvetsiyadanmi, xil qarindoshlarni ko'rdi? Shvetsiyadanmi atgan ko'rgan bir 3 mashinda meni ko'rganim. Atgan ko'rishgan ular kelib bizning Norvegiya Uyg'ur İslam Uyg'ur Medeniyet Merkezi'ndeki mescidide atgan aram bilib namoyish vaqtlaşgan chog'da shu joydan o'tinib keldi. Bu balla xonimlar nayt ko'p ketdi bugungi namoyishga. Nayt ko'p qo'y xonimlar. Shundaqmi? Shundaq. Sizlar bu xo'sh. Bu sizlar namoyish tayyorlik komiteti ati do'ppi bayrami deb namoyishchilarni do'ppi kiyib kelish haqida chaqiriq chiqarib kelsa, butun qarindoshlarimizdek do'ppi kiyib ketdimi, maşallah. Shunda Norvegiya Uyg'ur komiteti har yildagidek do'ppi bayramini har xil usullar bilan o'tkazib kelgan. Masalan, Oslo'niki markaziy ko'chalarida Uyg'urlarning madaniyatini tanishtirish degan o'xshash faoliyatlar. Ham bu qitimda o'qitdagi faoliyatni o'rinlashtiramiz.
Ama şu namayış bilen birge özümüzden bellice toplarını giyip, enerji giyimleri bilen yürüyüş kılıvattımız. Bu bir yaxşı fırsat oldu. İnşallah Cenab-ı Allah bizden bu milli kimlikimiz hesaplangan, bizim Uygur halkının simvolu hesaplangan topumuzdan bizni ağrımısın. Hoş bu namayış kılmaslar nemeninki Norvegiyanın Oslo'dan başka şehirlerden gelgen kırındaşlarımızın baden. Hali ağırlık Irak şehirler var değil mi? Rayullah. Şundak. Hazır Bergin'e gelen kırındaşlarımızın mana mayada bizden pişkadak inkılapçımız Sıracın Efendi turuptu. Selamun Aleyküm. Assalomu alaykum Sirajul Efendi. Namoyishga Iroqdan kelibdi, ko'p rahmat. Shunda hozir Dunyo Uyg'ur qurultayining naq maydon televiziyasidan ziyorat qilyapmiz. Ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, ko'pchilikka. Rahmat sizga. Qutlug' bo'lsin. Karatepe'de karşı taraftan avazı çıkmaya batıdı. Avazı anlanmadı baya. Sizden ait süzük. Avazlar üzülüp kütüp kaldı. Sizinki avazınız ait yaxşı, ait uçuk. Karşı taraftanki ne anlayamay kaldık baya. O Bergin'e gelen kırındaşımız buldu. Hoş. Uzak mezun şu davaşçıları bilen hepsi Bergin'deki Uygurlar'daki yetekçilerini bulup gelgen. Bu kıtımda Bergin'de bu 20 kırındaşımız geldi namayışka. Bu namayışta ortak şuvarı ne mi hem de? Asas şuvarı. Asaslık şuvarı bu kıtımda şu kamplarda yatkan, nasıl kamplarda yatkan 3 milyon artık kırındaşlarımızın erkenliği ördüğü. Hem şu Xitay nasıl kampını Norvegiya halkına anlatış. Hem yeni bir dolgun götürüş. Hürmetli zorkagiçler sizler hoş. Şu Uygur teşkilatları birlikte bir namayış. Hoş. Şunu her xil usullar bilen bu ötken kıtımda Stockholm'da buldu. Bugün ben Oslo'da buladı Norvegiyanın. Yeni bir kısmında belki Finlandiya'da ötküzüş buluşu mümkün. Bunu şu Uygur teşkilatları özara məsləhətlər orunlaştırdı. İnşallah. Bu hem de sizler bir tayarlık grupsu kurgan Skandinaviya mahpuslar sadası erkinlik yürüyüşü yapıp Skandinaviya devleti devleti privatkan teşkilatlar var. Az kardeşler Norvegiya Uygur Komitesinki müdürü reisi Bahtiyar Ömer. Nasıl Center'ını aldıklarımız Nasıl Center'da ahırkı nutuk sözleydiğinler sözleyenden keyin aşağıda namayış anahır kılıp tutuşu yolda akırmışıdır. Namayışның tərtib haqqında tushuncha berib o'tdi Norvegiya Uyghur Komitesiniki raisi Bahtiyar Ömer efendim. Az qarindoshlar Norvegiya Uyghur Komiteti bizniki Yevropada faoliyat olib borayotgan tashkilotlarimiz ichida eng jonliq, aktiv, jangovar bir tashkilotlarimizning biri. Rahbarlik heyətininki mutlaq ko'p qismi asosan yoshlardan tashkil topgan ko'p xil tillik, ko'p xil iqtidorliq yoshlarımızın tərkib topgan bir rəhbərlik heyəti var, jangovar kuchlik. Və shundaqla Norvegiya Uyghur Komiteti hozirgacha shu jazo lagerlari masalasi o'tirib chiqqandan buyon 2017-yildan boshlab Dunyo Uyghur qurultayi vakolatan mahbuslar arxiv ombiri turg'izish ishiga mas'ul bo'lib kelgan, hozir necha minglagan Xitoyning turli jazo lagerlari yetib atgan mahbuslarning tizimligini ratlab chiqib, buni udulluq Dunyo Uyghur qurultayiga yo'llab turibdi. Biz bu tizimlikni asos qilib turib, bu tizimlikni biz Yevropa Komissiyoniga bo'lsin, Yevropa parlamentiga yoki BDTga yoki boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarga do'klasini vaqtida bular Norvegiya Uyghur Komiteti tarafidan hozirlab chiqqan bu arxiv ombiri intayin muhim rol o'ynayotdi. Az qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganinglar hozir Norvegiyaning poytaxti Osloda ikkinchi navbatdagi Skandinaviya mahbuslar sadosi erkinlik yurishi naq maydon ko'rinishi.
Dünya Kurultayı'nınki mavun başlatçısı Parat Yakup efendim Nurga Oslo istikamet qilib turayotgan sizlarga naq maydondan bu ko'rinishlarni taqdim qilyotdi. Alloh razı olsun Parat qarindishimizdan. Mana ko'rdinglar, namoyishlarning hammasining qo'lida vatan ichidagi jazo lagerlarida turmalar azob uqubat chekib turayotgan, jon talashib turayotgan bizningki san'atkorlarimiz, olimlarimiz, adiblarimiz, yozuvchilarimiz ve serhillerimizin resimleri var. Özünün ceza lagerlerinde lak, büyüğüne tutulatkan mutluluklarının, dosyalarının, kılıçlarının resmi var. Kılıç kardeşimizin en asıl kılığı digidek. Gayvetlik, tesirlik bir görünüş. Arkadaşlar, bizim bu garip dünyasında bulupma demokratik devletlerde özümüzün avazını toyguzuşuna en önemli usullarından biri, en canlı, ünümlü usullarından biri, tiz ünüm verdiğin, yani bu şu şekildeki kent kullanımdaki namayışla, herkes bu namayışlara sel qaramasligimiz kerak. Bu hem bu namayışlar orqali vatan ichida zulm chekayotgan xalqimizning rasibasini bu yerda dunyo jamoatchiligiga tuyg'uza olamiz, xalqimizning sadosi bo'la olamiz, hem o'zimizning milliy irodasini ifodalaymiz, hem bu yerda muajiratda yashayotgan qarindoshlarimiz o'rtasidagi birlik, ittifoqlik, hamkorlik va qarindoshlik munosabatlarini taxim kuchaytirish rolini o'ynaydi bu namoyishlarimiz. Shu bu namoyishlarga sal qaramasligimiz kerak. Mayli nada bo'layli, bu xil uyushtirilgan namoyishlarga o'zimiz turayotgan davlatlarda uyushtirilgan har xil namoyishlarga mayli qaysi tashkilot uyushtirishdan qat'iy nazar mustabid Qirg'iz Xitoy hokimiyatiga qarshi turish maqsadida o'tkazilgan namoyishlarga aktiv bilan qatnashish hammamizningki milliy, vijdoniy va diniy majburiyatimiz. Assalomu alaykum. Hazır Mavi Dünya Uyghur Kurulu İcra Komitesi'nin muavin reisi Abdüsamet Efendim'le ziyaret kılmaktı. Assalamu alaykum Abdüsamet Efendim. Bu kıtım namayış doğusunda özünüzün düşüncesine göz karşınızda benim kadar faaliyetler bulduk. Sizler versin. Buludu. Bugün biz bir yerge Norvegiyanın payitahtı Oslo şehrinde namayışını başlaş aldı turuptumuz. Bugün bu namayışımız nöbette. Vatanda bizi Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artık Uygur, Kazak ve başka 3 milyondan artık Uygur, Kazak ve başka Müslüman milletler, Türkiye milletler Xitayning jazo lagerlarida, türmelerde azap çekmekte, öldürülmekte, kıynılmakta. Biz bugün bu yerge şu türmedeki jazo lagerlerdeki qarindoshlarimizni, ularning ovozini şu Norvegiya xalqiga, Norvegiya hukumatiga, dunyoga anglatish uchun namoyishga yig'ildik. Mana ko'rganinglardek bugün bu namoyishimizda bugün hazır türmelerde, jazo lagerlarida yetayotgan bizningki qarindoshlarimiz, bizning ziyolilarimiz ve bizning boshqa barliq sohalardagi nahaq turmalarga jazo lagerida so'lagan qarindoshlarimizni suratlarini cho'ngaytib etib keldik. Bugün biz namoyishimiz orqali Xitoyning xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatini biz dunyoga fosh qilmoqchi, Norvegiya xalqiga, hukumatiga bildirmoqchi, o'zimizningki xalqimizni har qachon unutmaganligimizni, xalqimizni xalqimizni qutuldirish uchun qo'limizdan kelgan tirishchanliklarni to'xtatmaydiganligimizni, irodamizni bildirish uchun bu yerga yig'ildik va namoyish qilyapmiz. Rahmat. Rahmet sizge. Allah razı olsun. Namayışımız hazır, resmi başlayınız, seferini başlayınız. Her bir kurdak düştü. Norvegiya Uyghur Komitesi'nin reisi Karanlaşmayını, gülüşmeyi, Neçko yakkı bu namayışını yaxşı elip veriş için her xil tayyorlik faoliyatlarini keçini gündüzgü ulap işlep yaxşı hazırladı. Elbette Norvegiya Uyghur Komitesi'nin heyet a'zolari birlikte. Hazırın özlümü naiti eğer avaz yanıratını dümdüzüge atıvattı. Allah razı olsun. Capalladı. Allah razı olsun. Efendim başlayınız sanatçı, bağlı. Norvegiyanın paytaxtı Oslo'da o'tkazilayotgan ikkinchi navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadosi erkinlik yurişining naq maydon ko'rinishi. Aziz qarindoshlar, Norvegiyadan Dünya Uyghur Kurultayı'nın ma'lum başlatçı Parat Yakup efendim sizlarga bu naq maydonda bu ko'rinishni taqdim qilyapti. Yurish boshlandi. Kurdu düştü. Azanlar dikkat kılıp azanlar her bir kurdu düştü.
Hazır namoyish rasmiy boshlandi. Xo'sh. Her bir burada üstte sen ağırlık taşlap, kırmızıdan ağırlık taşlap ne olur? Kaga odam xili ko'pdak qilib turdi, xudo namoyishga. Nihoyat ko'p. Oslo shahrida va shahar atrofida qanchalik Uyg'ur bor taxminan? Oslo'da turayotgan Uyg'urlar hamda Oslo nihoyat cho'ng bir shahar bo'lganligi uchun tarqoq chechilib turdi. Bir taxminan 200-300 dan ortiq Uyg'urlar o'ltirishgan, ammo tarqoq holatda. Tarqoq holatda. Ammo bir faoliyat bo'lgan chog'da nihoyat bizim Uyg'urlarimiz har qanday vaqtda bir yerga yig'ila oladi, gap bir yerdan chiqadi. Aziz qarindoshlar, Norvegiya hozir shu Yevropa davlatlarining ichida Uyg'urlarning soni bir qadar ko'p davlatlarning biri. Onundan keyin Norvegiyami hozir Yevropa Birligi a'zo 28 davlatning ichida Uyg'ur siyosiy panohlik tilaguvchilarninki panohlik tilash iltimosi eng tez va eng ko'p qabul bo'layotgan davlatlarning biri. Ne buldu? Getuna. Bizim təşviqatçı qızlarımız təşviqat varaqlarını yerliklərə taqdim qiziquvchilarga. Aferin, aferin. Allah razı olsun. Kızlarımızga Allah razı olsun. Nəhayət heybətlik bir namoyish bo'ldi inşallah. Bu padişah ordusuna aldığı verip aşağı toplanıp aşağıda ahırlaştırırlar namoyishni, shunda mı? Yo'q, padişah ordusiga berib, u yerda biroz mezgil turib, u yerda o'qiydigan dokladlar bor. Uyg'urlarning ahvolini, chunki padişah ordusi oldida bugungi kunda nurg'un sayohatchilar yig'ilgan bo'ldi. Shular o'zimizning ovozini bulatgan ahvol bu namoyishning ahmiyatini ularga tushuntirib, u yerdan anadagi Nobel tinchlik mukofoti sariya oldiga boramiz. Maşallah. Bu hozir masalan Norvegiyada Uyg'ur davosining ta'siri qandayroq, matbuotlarda tilg'ilinishi bo'lib jazolanganlar masalasi qandayroq hozir? Norvegiyada ilgirki bir mezgilda unchalik qizg'in emasdi. Uyg'urlarniki Norvegiyadagi axborot o'rinlariga chiqishi ancha kuchli bo'lmagan, ammo yaqinda 2 yildan buyon nihoyat kuchayib ketdi. Uning asosiy sababi vatanimizda 3 milliondan ortiq Uyg'urlarniki so'linishi, Sharq Turkistonliklarniki. Ahvoli albatta butun dunyoni zilzilaga solgan bo'ldi. Yana birga shu Norvegiya Uyg'ur komitetidagi yangi tashkilot apparatniki bularning kuchab xizmat qilishi, parlamentlar bilan aloqa qilish, har xil partiyalar bilan bo'lgan munosabatni yaxshi qilish. Shu sababdan birdinla Norvegiyadagi dog'liq Aftenpostning gazeti bulamdi. Nihoyat ko'p. Balkim bugungi xabarmi shu axborotlarga chiqish ehtimoli bor. Uni aytib ko'ramiz, aytib gazetlarda. Hozir shuvarning ovozini anglamadik. Shuvar nima uchun shuvar to'lanmadi va yoki shuvar to'lash cheklanganmi? Yo'q, chunki bu qitim shuvar to'lamay qildigan bo'ldik. Xo'sh. Ilgari doim bu ko'chadan yangiroq shuvarlar bilan o'tdik, ammo bu qitimda tinish holatda. Ya sukut qilib. Shuvarni to'laymiz, shu birozdan keyin. Ammo hozir ko'chada mang'an chog'da, chunki yerliklarning fikri bo'pti, bak shavqin qilyapti-ki, damlish bo'lmaydi degandek. Shunlashqa bu yerliklarni o'ylamasak bo'lmaydi, chunki To'g'ri, to'g'ri. Har vaqt tinchlik bilan bir ish qilayotgan bo'lganligimiz uchun. To'g'ri. Bizning namoyish qilishdagi maqsadlarimizning biri shu o'zimizningki yerli xalqningki hissdoshligini qo'llashni qo'lga keltirish, albatta ularning oromligini ko'z tutishimiz kerak. Biz masalan Germaniyada masalan cho'ng maydonlarda, Maryam ona maydoni deymiz. Maydonlarda namoyish o'tkazgan vaqtimizda asosan sukutni asos qilamiz hamda sayat nuqtalarida. Assalomu alaykum. Norvegiyadagi Hozir bizning Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Baxtiyor Umarni ziyorat qilaman. Maşallah, dop yarışıp Baxtiyor aka. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Qanday ahvolingiz, yaxshi salomat o'dingiz? Do'ppi bayramingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, rahmat Baratga. Bizningki namoyishimiz aslida plandagidan sal kech boshlandi. Bizningki kona odatimiz bo'yicha. Assalomu alaykum barliq Uyg'ur qarindoshlar.
Norvegiyadagi, Skandinaviyadagi, shundaqla butun dunyodagi Uyg'ur jamoati bugun bizniki Shvetsiyadan boshlangan Uyg'ur Skandinaviya, Uyg'ur erkinlik yurishiniki Oslo bo'ligi bugun rasmiy namoyishni qilib, hozir Osloniki eng asosli ko'chasi bo'lgan Karl Johannes ko'chasi, ya'ni podshohning ismi bilan atalgan Sayohat ko'chasidagi podshoh sariga qarab ketyapmiz. Namoyish nihoyatda tartibli kelgan odamlarni shunda jiq namoyish kelgan barliq qarindoshlarimizninki ajrini Alloh aslab bersin, oyoqlaridan gullar undirsin. Amin. Bu namoyishimizning maqsadi o'zimizningki mushu qilayotgan xizmatimiz bo'yicha jazo lageridagi mushu qarindoshlarimiz, akfiqlarimiz, hadisonlarimizningki suratini dunyoga namoyon qilish. Bizning Norvegiya Uyg'ur komiteti nomsiz mahbuslar nomida mush xizmatni 2017-yildan boshlab elib berilyapti. Shuning uchun biz 150 mahbusningki suratini bugun taqdirlarga mixlab plakat qilib chiqdik. İnşallah bugungi bu namoyishimiz butun dunyoga shundaqla Norvegiyadagi yerli xalqlarga cho'nqur bir ta'sir qilsa, Uyg'urlarningki dardini, ahvolini, Uyg'urlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyo texmi aniq tunib yetadi. Allohga rahmat. Rahmat, Baxtiyor akam. Namoyishinglarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga. Xo'sh, aziz qarindoshlar, Səmulanın xəbəri var. Bu Nobel Tinchlik Mükafatı Komiteti Norvegiyada aziz qarindoshlar. Bu yıl 2019 yıllık Nobel Tinchlik Mükafatıga bizningki Uyghur sarxillərimizdən, yəni Xitayninki zindonlarda yetayotgan begunoh tutqun qilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyghur olimi İlham To'xti nomzod qilib ko'rsatildi bu qatim Nobel Tinchlik Mükafatıga. Parat efendim bu İlham To'xtininki bu yıllık Nobel Tinchlik Mükafatı nomzod qilib ko'rsatilgan. Bu vaqtda bir ilgirlash yoki nima bormi? Bu vaqtda bir söylep baktınız mı Norvegiya Uyghur Komiteti oluşturduğunuz? Yo'q, bu faqat ko'rsatildi. Anig'dagi qismida arqada tashviqot var, tashviqot faoliyatini yapıyoruz. Buldu. Bir qancha o'rindan, hatta Amerikadan anlatgan ba'zi bir asosli o'rinlardan chet eldagi. Şu İlham To'xtining Nobel Tinchlik Mukofoti ko'rsatdi. Norvegiyadami? Grön Partiyada partiya bor va biz tashkilotning nihoyatda yaqin o'tadigan. Yeşiller Partiyasi. Yeşiller Partiyasi. Ular şu İlham To'xtini şu Nobel Tinchlik Mukofoti ko'rsatdi. O'tganda bir qancha qatimliq hukumat bilan ko'rishlarda bu ahvollarni dedik. Endi shu oldimizki kunlarda qaraymiz. Tanlanish, solinish bosqichlari bo'ldi emasmi? Albatta, nomzodlarni tanlaydi. To'g'ri. Şu kutyapmiz. Hem bu jihatga tashviqotni to'xtatmayapmiz. Şu hukumat o'rinlari bilan. Albatta buning hukumat o'rinlarimi qo'l tiqolmaydi. Ama şu ta'sir qilgan o'rinlar muhim. İnson haqlari o'xshash o'rinlar. Aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganinglar hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan to'g'ri televiziyasining naq maydon ko'rinishi. Biz hozir sizlarga Norvegiyaning poytaxti Osloda olib berilayotgan ikkinchi navbatlik, ikkinchi qatimliq Skandinaviya mahbuslar sadosi erkinlik yurishini naq maydondan beryapmiz va Osloda istiqomat qilib turayotgan Parat Yoqub afandim bu ko'rinishlarni sizlarga taqdim qilyapti. Namoyish boshlandi hozir. Namoyishchilar nima bilan radlik va sadosiz holda sukut bilan bu yerda Norvegiya podshoh ordusini oldiga qarab ketyapti va u yerdan yana namoyishni tashkillovchilarning bildirishicha u yerdan Nobel Tinchlik Komitetining oldidagi maydonga yurish qiladi ekan va Norvegiya bu namoyish qilish guruhi atrofdagi yerli xalqni rahatsız qilmaslik uchun ba'zi ko'chalarni o'tgan vaqtida shuvar to'lamaslik va sukut qilish usulini tanlagan, chunki namoyishda har xil shaklda berilyapti. Ba'zi namoyishlarda qattiq jaranglar shuvar to'laymiz, ba'zi namoyishlarda sukut qilamiz. Mana Norvegiya Uyg'ur Komiteti bizningki turmalar jazolarga yetayotgan 150 dan ortiq sarxilimizningki rasm tushirilgan taqti yozib maxsus bu taqtini namoyishlar taqti ko'tarib qo'yapti.
va yana namoyish tayyorlik qilish gruppasining chaqirig'i bilan yana erta Uyg'urlarning do'ppi bayrami bo'lgani uchun bugun namoyishchilarga do'ppi kiyib kelishni tavsiya qilib ekan. Hammasi do'ppi kiyib kelyapti. Xo'sh bu xonimni tanish bir xonim ko'rindi. Assalomu alaykum. Özü tanıştık versin. Siz bir özünüzü tanıştırıp Memnun. namoyishda Assalamu alaykum vatandaşlar. Va alaykum Bugün assalom. Norvegiya poytaxti Oslo'da Oslo ve Oslo etrafındaki Norvegiya Uygur qarindoshlar ve Shvetsiyadan kelgan Uygurlar bilan birlikte Skandinaviya erkinlik yürüyüşü namoyishini olib beryapmiz. Hozir Oslo'daki dağlıq piyodalar ko'chasi Karl Johans gatada Oslo merkezi poyezd stansiyasidan Podshoh ordusi qarab ketyapmiz. Yo'llarda sayohatchilar nihoyat ko'p. Oslo'dagi markaziy ko'chalarning biri bo'lganligi uchun namoyishimizga mishada shohid bo'layotganlar, ko'rayotganlar nihoyat ko'p. Bugun namoyish qatnashgan qarindoshlar jiq, tayyorlikni puxta, vatanda lagerlar tutqun qilingan aziz qarindoshlarımızning rasmlarini plakat qilib har birimiz birdan ko'tarib mangdik. Ko'plagan norveglar bu namoyishning nima namoyish ekanligi, bizning kimligimiz haqida savollarni so'rayotdi. Bolalarimiz tashviqot variqlarini taqdim. İnşallah bugungi namoyishimizning yerlik norveglarga bizning ahvolimizni anglitishda ko'rinarli roli bo'ldi deb umid qilamiz va shuning uchun namoyish tamomlangan qadar kuch chiqaramiz. Rahmat. İnşallah. Rahmat. Parat efendim bu hanım sizlarniki Norvegiya hazır ana til maktabinin o'qituvchisi bu deymi? Doğru, hazır bultur içilgan bultur Norvegiya Uygur Komiteti bultur qiyini ana tili yili deb o'rnashtirgan. Şu ana til maktabi ham qurilgan. Şu ana til maktabininki müdiri Gülnar Hanım bo'ldi. Nihoyat jonliq bir xonim. Biz Dunyo Uyghur Kulturi rahbarlik etdi. O'tgan yili Osloga berib ziyorat qilgan vaqtimizda uchrashgan to'q nihoyat jonliq o'zi nihoyat yaramli iqtidorli bir o'qituvchi. Norvegiya Uyghur ana til maktabininki. Alloh razı olsun. Yana qanchalik qoldi masalan hozir podshoh urusi oz qoldi-ku deymi? Men bu Osloga ikki qatim borgan, men ko'chalarni biroz tunishtirdim ona. Shundoq hozir Norvegiya parlament binosiga yaqinlashdik. Uyat o'tgandan keyin, andan keyin Norvegiya Oslo universitetida deb qadim bir oliy maktab bor Norvegiyada dastlab qurilgan. Bu yerda andan keyin podshoh urusiga bormiz. Hazır yeni bir bizningki inqilobimiz vatan davosi uchun kurash qilayotgan Bergindan kelgan Xalmuratyan qarindoshimiz bor. Shu Dunyo Uyghur Kulturining naq maydoni bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday Xalmurat avaling yaxshi tez salomat edim. Yaxshi salomat, siz qanday salomat edingiz? Yaxshi tinchlik, salomatchilik, Alloh razı olsun. Biz yaxshi. Bugun bu erkinlik yurishning ikkinchi etap bo'lgan Norvegiyaning yurishda Oslo shahridan naq maydon yurish qilyapmiz. Bu yurishga Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz kelibdi. Biz bek hoş olduk. Allah razı olsun. Endi bizning bugungi bu yerdagi maqsadimiz faqat bizning vatanda bo'layotgan ba'zi ishlarni o Norvegiya xalqiga asosiyatdan teshik asosida vaqirmay chiroyli o'zimizning urf-odatimizga mos keladigan darajada tanishtirishdan iborat. Allah razı olsun. Qarindoshlarimizni Allah razı olsun. Gaz ovoz kelmadi. Ovoz yaxshi. Ha. Ovoz nihoyat yaxshi. Biz ham hozir shu parlamentning oldiga kelyapmiz. Xo'sh. Sonra davomlashdi. İnşallah bugungi qilgan ishimiz inshaalloh yaxshi davomlashi deb o'ylaymiz. So'zni sizga qo'yib qo'yamiz. Rahmat Xalmurat efendim. Allah razı olsun. Rahmat. Salam Ferhat efendim. Hazır yine bizdeki
Norvegiya Uyghur Komitetining hay'atlaridan bu halcham qonunni ziyorat qildi. Xo'sh, bo'ldi. Norvegiya Uyghur Komitetining hay'atlariniki shu namoyish uchun qanday bir kuch chiqarganligi to'g'risida o'ziniki bir ko'z qarash tushunchalarini deb o'tdi. Bo'ldi, Alloh razı olsun. Bo'ldi. Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlarimiz. Sizlarga Norvegiya Uyghur Komitetidan salam, shundoqla Norvegiya jamoatidan cho'nqur salam. Va alaykum assalom Xalcham efendim. Xalcham xonim. Qanday ahvolingiz, yaxshi salomat bo'lasiz? Ovozingizni anlamaga ketibmi? Qanday yaxshimisiz? Yaxshi, Alloh razı olsun. Xo'sh, bir anlaylı yürek sözlerinizde. Bugün 5. ayının 4. günü Xitayda yani Emgekçiler Bayramı deb bayram ötküzüyordu. Ama bizim halkımız turmalarda, Xitay'ın ceza lagerida cezalanıyordu. Biz bu bugün Skandinaviya aralığındaki devletler bilen hemkarlaşıp bu namayişni ötküzdük. Namayişni şuna tertiplik, ünümlü ketiyotdu. Hemimiz şu ceza lagerida solangan halkımızın resmini götürüp bütün Norvegiya yerliklerge köz tutatımız, yerlikler bizim ekval sorap, hatta bu resimden köygen aman bildi, biz anladık. Şu Xitay'nın ki şu cezalarında solanğanlar, öldürüldüğünü anlığanlığını bildirdi bizge. Faaliyetimiz yaxşı ketiyotdu, biz yana davamlaştırırız. Yani 2-3 saatler etrafında. Rahmet sizge. Allah razı olsun. Namayışınlarına muvaffaqiyat tilayman. Rahmet. Ben görünüşte biraz tutukulup ismini aralashtirib yetib qoldim-mi hozir xonimni? Bu halcham bo'ldi. To'g'ri debdim Xalchigul xonimi. To'g'ri. Ben navbatda biz yana Norvegiya Uyg'ur Islom madaniyat markazidagi imomi Mantin Najim hakkımızı ziyorat qilaylik. O'zining tushunchasini ham ko'z qarashlarini deb bersa. Assalomu alaykum, qanday ahvollar, yaxshi salomatulloh. Men Farhat Yurunqash. Qanday ahvollar, yaxshi salomatulloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qanday ahvollar, yaxshi salomatulloh. Alloh razı olsun. Bu namoyishni aytib ketyapti. Yurak so'zlarini anglaylik bir o'zlarining. İnşallah bo'lsa. Bugün 5. may günü Oslo 4. may günü Skandinaviya yürüyüşünü başlap namoyish qilib ketib boramiz. Jamoatlarimiz yaxshi tartibda, yaxshi ketib bordi. Ko'nglimiz yerim. Plakatlarda ko'targan rasmlarda Uyg'ur millatimizning ishidan ilg'or chiqqan millatlarimiz, Uyg'ur sarxarlarimiz bor. Bu rasmlarga qarab ko'nglimiz yerim. Ularning rasmini ko'rgan bo'lsaqmi, o'zini hozir topganim ma'noda ko'nglimizning yerim borligidan har vujudimiz titrayotdi mushtirqada. Allah bizga bir yaxshilik ato qilib, Allohga bir ahvozorimiz yetsa inshaalloh shu qarindoshlarimiz hayot olsa bir ko'rishsak deb umidimiz bor meylanning. İnşallah. Shundan qattiqroq inshaalloh bugun shu namoyish qilib borgan qarindoshlarimizga yani rahmat etimiz. Hamma yerdan Allohdan jiroq ko'may ko'pchilik obdan kelib qatnash beryotdi. Xudoyim biz bundan keyin ishlar bo'lsa, yani davomli sizlar aloqalashib xabar berib turamiz. İnşallah. Allohga rahmat oling. Ramzonlik hammanglarga Alloh rahmat qilsin. Rahmatimiz. Hemimizga birga olsun. Allah razı olsun. Biz o'tgan yil bag'a vaqt Osloga Dunyo Uyg'ur kulturi rahbarlik aytib bag'a vaqtimiz ko'rishgan. Osloga Uyg'ur masjidiningki imomi shundaq-ku, ha? Norvegiyaga eng burun kelib siyosiy panel qilganlarning birisi. Hozir akamiz. Hazır aklımda görünüp duratını Norvegiya parlament binası buldu. İlgili Rabia Hanım bu bina köp gittim kelgen. Bultur mu? Bizim Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolkun Aysa Efendi bu binanı köp gittim boğan. Meydanga kelib qoldinglar deymi, az qoldinglar? Az kaldık. Nayt tertiplik yaxshi ketyapti. Namoyishning oxirlashiga yeri Nobel tinchlik mukofoti komitetining oldi, shundaymi yoki?
Şunda hazır aldığımızda görünüp duratkan Irak'taki bina Han Sarayı buldu. Şunun aldıda bir 15 minut durumuz. Anadaki kayıtta anadaki Nobel Tinchlik mükafatı qarab yürümüz. Bu Han Sarayı'dan Nobel Tinchlik mükafatının komitesinin ağırlığı kaçlık? 500-600 metre kildi. Onda olsa umum yürüyüşünlerninki nimesi şu 2 kilometreye yakın kente onda olsa. Şundak. Allah razı olsun karındaşlarımızdan. Hazır biz Hristiyan sandığı kelgen qarindishimiz bizning ayni dağlıq avaz artışımız vatanda aktiv fəaliyyət qılıb atqan sərkərdələrimizdən biri Sirajin Efendim'de ziyaret qılmaqçı. Həmmimizə tunuş Sirajin Efendim. Selamun aleyküm Sirajin Efendim. Qanday ahvalınız yaxşı, salamat ediniz. Mən Paratürün qaş. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingіз? Yaxshimi, tinchlikmi? Teş salamat ediniz. Bir yürek sözlerinizde anlayın. Namayış nay chiroyli ketib atadi, nay chiroyli güzel bir şekilde. Yaxshi. Bu erkinlik yürüyüşü, Skandinaviya erkinlik yürüyüşü, Mahpuslar Sadası namlıq bu namayışımız Norvegiyanın paytaxtı Oslo'da nayetimi heyvetlik halette ötküzüldü. Kolumuzda plakatla şu ceza lagerlerdeki azap çekivatkan 7 yaştan 70 yaşgacha qarindoshlarimiz, zulm çekivatkan qarindoshlarimiz, doktor ve profesörlerimiz aşağıdaki şu zindallarda yetivatkan avazını, şularning chiqaramagan avazını biz müşahede, şu namoyish meydanida chiqarib qo'llarimizda unsiz holatda plakatlarni ko'tarib eng Oslo'ningki eng sayohatchilar ko'p keladigan bir bozorda shundaqla parlament binosining oldida o'tib ketyapmiz hozir. Bütün dünyadaki sayohatchilarni hammamiz ko'ryapti. Xo'sh. Hayron qilyapti. Hatto sayohatchilar xalqaradan shu Osloga yig'ilgan, shu ko'chaga yig'ilgan eng cho'ng sayohat ko'chasi bu. Oslo'dagi mishay yig'ilgan barliq sayohatchilar bizniki hayvatlik bu namoyishimizga ko'z tikyapti. Bu namoyish minayet hayvatlik, qo'llarimiz ay yulduzliq ko'k bayroqlar, Norvegiyaniki bayroqlari qarindoshlarimizni pishidagi badam do'plar namoyon qilib turibdi. Bizniki Uyg'urligimizni bütün dünya ko'rib turyapti. Namoyish hayvatlik o'tyapti. Mushu minutlarda o'zimni mushu o't yurak namoyishchi omma bilan birlikda xuddi bu yurishni toki Sharqiy Turkistonga qarab ketayotgandek, Sharqiy Turkistonga qarab yo'l elayotgandek shunday bir ta'sirotda bo'lyapti. Men boshqa qarindoshlarimizmi nihoyat hayajon ilkida ba'zan qarindoshlarimiz ko'ziga yosh olgan holatda bu ko'chada ketyapti. Bütün sayohatchilarniki diqqati bizda. Rahmat, Allah razı olsun bütün namoyish qatnashgan qarindoshlarimizni sizlab o'tgandek inshaalloh hamon bir kuni biz mush qo'limizdagi bayrog'imiz bilan shu bayrog'imizni ko'tarib hamon bir kuni biz Sharq Turkistonga boramiz va shu bayrog'imizni qo'llanmadiki inshaalloh hamon bir kuni biz o'zimizning vataniga tiklaymiz Janoballoh nisb qilsa. Rahmat hammanglarga Allah razı olsun. Albatta. Sizinki Parat Muhammedi efendim, sizin şu namoyishni ziyorat qilganligingizga va meni ziyorat qilganligingizga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Sizga ham ko'p rahmat, Allah razı olsun. Ekran ostidagi barliq qarindoshlarimizga diqqatinglarni berganligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat Sirajin Efendim. Aziz qarindoshlar, boya Sirajin Efendimning yurak so'zlarini oldinglar. O'zimiz bir axborotchi qarindishimiz. Aktif siyasi fəaliyyətçilərimizdən biri Norvegiyadakı. Tövəndə yine bizdeki aktif fəaliyyətçilərimiz xalqaradakı Uyğurlarımızı tanış Nəbican efendimle ziyaret kılımı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Nebican. Efendim, qanday ahvalınız yaxşı, salamat ediniz? Yaxshi aka Paratga. O'zingizchi? Yaxshi. Allah razı olsun. Shvetsiyadan kelibsizlar mana Oslo'dagi namoyishga. Maşallah Allah razı olsun hammanglardan. Aziz qarindoshlar, hammanglarga tunishdik. Bizniki sosyal medya, ijtimoiy tarmoq aktivlarimizning birisi, bizniki o't yurak vatanparvar o'zi Shvetsiyada istiqomat qilib turgan Nebijan Ala qarindishimiz. Nebijan, sizning bu yurak so'zlaringizni anglaylik.
Rahmet bu fırsatın belgelediğiniz için bu faaliyet nayet yaxşı ötüyordu bu namayış. Hazır biz şu yukarı kırnaşlarımız digendek bir piyadla yolda şu nimege qarab ketip barmiz. Parlament sarayı okşaydı. Şu taraf qarab ketip barmiz. Nayet'i yaxşı şekilde devam kılıvatıdı. Tinçlik şekilde özümüzün uruk tukallarının resimini kütürüp ketip barmiz. Ben akam adamın resimini kütürüp aldım. Bu şekilde bu piyadla yolu bağışka meyli sayahatçılar olsun, meyli yerli halklar olsun nayet'i toplaşkanken ulağa hemimiz bizge qaravatıdı bizim o resimlerimizi igiz götürüp şu xatlar arkalı ulağa bir nimeni tushundiryapmiz ahvolimizni. Masalan, 4-28 kuni tunji qitimliq bu Skandinaviya mahbuslar sadasi namoyishini bu Stockholmda o'tkazgantinglar, Shvetsiyaning poytaxtida. Uning unumi qandayroq bo'ldi? Mening bilishimcha bu Shvetsiya tarixida Uyg'urlar tomonidan uyushtirilgan ko'lami eng zo'r namoyishning birisi deymi, 28-aprildagi. Shundoq bo'ldi aka, u namoyish nayt yaxshi shaklda tartiblanib, nayt yaxshi dag'dug'liq o'tkazildi. Ama men o vaqtida İstanbul'da bo'lganligimiz uchun men o namoyishning ustida bo'lolmadim naq maydonda. Ama Facebook'lardan ta'qib tutib nayt tertiplik, nayeti retlik öttü o namayış mı? Norveç'de nurgun qarindoshlarimiz berip o namayış iştirak kıldı. Demek bu yerde bir narsa, bu qitimlikçe alayda o'xshamaydigan tarafi, yani Skandinaviyadaki, Şimali Avrupa'daki, meyli Shvetsiya olsun, meyli Norvegiya, Finlandiya, anadan qası Daniya'da hem de Uyghur qarindoshlar az olsun mu? Lekin şu 4 davlatdagi qarindoshlarımızdan o'zaro hamkorlik şekilde bu faaliyetni o'tkazganligi nayet yaxshi oldu. Bundan keyingi faaliyetlerde şahsen namayış teşkilleştirilib emas, başka faaliyetlerde hamkorlik şekilde ilip kalsa nayeti neticeli kıldıkken de oyladık. To'g'ri, bu haqiqatan namoyishning yengillik yaratib turishimiz kerak. Namoyishning shaklida bo'lsin, mazmunida bo'lsin, usulida bo'lsin. İnşallah namoyishingizga muvaffaqiyat bo'lishini tilayman. Janob Allohdan Do'ppi bayramimiz muborak bo'lsin. Kelish oldi tug'an Ramazon bayramimizga muborak bo'lsin. Rahmat, Alloh razı olsun. Rahmet, ahırda ben şuna bir ketip koyduğum aka. Bu Shvetsiyadagi nurgun qarindoshlarımızın kegisi va imkoniyati yar vermegen qarindoshlarimiz kelenmegen bo'lsin ama şunu nima qildiki, şu kelgan 6-7 mashinalar qarindoshlarimiz uchun shularning maypulini ko'tarish olsun, ba'zi iqtisodiy chiqimlarini ko'tarish uchun o'z ustiga olgan bo'ldi. Bu nihoyatda yaxshi hamkorlik bo'ldi deb qaradim. Chunki hammamizning sharoiti nimamiz imkonimiz to'g'ri kelmay qoldi ekan. Ba'zi vaqt kelenmegen qarindoshlarimiz uning o'ziga baramizmi şu fidokorligini ko'rsatish shaklda iqtisodiy jihatdan yordamda bo'ldi. Bu mu bu yerda taklif o'tadigan nihoyatda muhim hamkorlik deb o'yladim. Buningga chiqqan barliq qarindoshlarımızga bu ekran orqali ularga rahmatimni bildiraman. Albatta, Allah razı olsun şu qarindoshlarımızga. Çünkü bu qatimliq namoyishga kelamiz, qatimliq namoyish keladi. İllaki namoyish kamdan deb boshqani ayiblaydigan haqqimiz yo'q, yomonlaydigan haqqimiz yo'q. Çünkü hamma insonlarning o'ziga tushliq bir sharoiti nimasi bor. Sharoit yor berganlar qatnashyapti. Bu qatim qatnashmiz, qatim qatnashyapti. Shundoq olmuş kelyapti. Ama qatnashgan bo'lgan qarindoshlarimizni xuddi siz deb o'tgandek, Alloh razı olsun Shvetsiyadagi bu qarindoshlarımızdan hem maddi jihatdan ve manevi jihatdan bazı qarindoshlarimiz dualar orqali medet beryapti. Ashning o'zimi bir qo'llash mohiyat jihatdan az qarindoshlar rahmat Shvetsiyadagi bu fidokor xayrisuvar sahobatchi qarindoshlarimizga rahmat, Alloh razı olsun. Rahmat aka, rahmat. Oldu, bizden namoyish qilishini uzab ketdi. Yetişib olaydı, biraz yugurishim kerak. Bo'ldi, Alloh razı olsun. Parat Yakup efendim, sizden jak çalıştırdıgan bulduk. Hazır aziz qarindoshlar ko'rayotganlar, Norvegiyaning poytaxti Osloda o'tkazilayotgan Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yurishi ikkinchi qatimliq. Hazır bular yurish qilib, podshoh sarayiga yurish qilgan, kayil qo'yibdi xon sarayining oldiga. Bu yerda qisqa muddat turgandan keyin 15 minutdan keyin bular bu yerdan Nobel Tinchlik Komitetininki oldiga berib shaga to'planmoqchi va namoyish shu yerda oxirlashdi. Bular yangicha bir usul qo'llangan. Bunaqa namoyishda aziz qarindoshlar, atrofdagi sayohatchilar, atrofdagi yerli xalqni beyram qilmaslik uchun bu yerda sukut qilib namoyish qilish usulini tanlagan. Ko'chada yurish qilgan vaqtida Norvegiya Uyg'ur komiteti tarafidan vatanda jazo lagerlari turmalarda beguna yetayotgan Uyg'ur sarxillarining 150likni ortiq Uyg'ur sarxilliningki rasm tushirilgan taxtlar yosilib namoyishlarga taqdim berilgan. Har bir namoyishning qoldi 1dan 2dan bu Sharq Turkiston jazo lagerlari yetayotgan Uyg'ur sarxillarininki rasm tushirilgan taxti va shundaqla
maydillarda, o'zlarining qo'llarida vatanchida jazo lagerlarida yetayotgan ota-onalarning, urug'-tuqqanlarninki, turmush bilishlarninki, do'st yorlarninki rasmi bor. Aziz qarindoshlar, namoyishlarninki buning haqiqatan biz mush jazo lagerlari masalasi o'tirib chiqqandan keyin masalan o'tgan yili 4-oyninki 27-kuni Yevropa İttifaqının oldida keng ko'lamli 5000 kishilik namoyish o'tkazdik. Undan keyin yana bu Jenvada keng ko'lamli namoyish o'tkazdik. Washingtonda 4-oyning 6-kuni Amerika Washington erkinlik sarayida keng Amerika tarixidagi eng keng ko'lamli namoyishimizning bir muvaffaqiyatga o'tkazdik. Mana undan keyin bu Skandinaviya mahbuslar sadası erkinlik yürüyüşü yaptırışını karar kılgan Skandinaviya devletleri faaliyet yapıratkan Uygur teşkilatlarımız tarafından mesela Norvegiya Uygur Komitesi, Şivsiye Uygur Marif Uyuşması ve Skandinaviya devletlerinde turayotgan başka siyasi faaliyetlerimizdenki özleri hemkarlık bilen Avrupa faaliyet yapıratkan teşkilatlarımızdan hemkarlık bilen muşu yaptırılgan bir qancha qatamliq o'tganda yaptırılgan çoğun ko'lamlik namoyishlarimiz nayt yaxshi bir unum berdi. Xalqaro masalan qarindoshlar Yevropa parlamentida keyni-keynidan 2 qatam Uyg'urlar masalasi haqida maxsus qaror ma'qullandi va Mustaqil Xitoy hukumatining Sharq Turkiston tasdiqlagan jazo lagerlarini darhol bekor qilish, taqash u yerda yetayotgan begunoh insonlarni shartsiz darhol qo'yib berish talab qilindi. Bu 2 qatamli qarorda bu mu şu ötküzülgen Avrupa Komisyonu aldığında ötküzülgen 5000 kişilik namayişimizdeki keltirgen bir tesiri az qarindoshlar ve shundaqla Jenvada ötküzülgen namayişimiz keyin bu yerde Jenvada Kişilik Hukuk Ali Komiserligining 20 yillik yig'inida bo'lsin yoki Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy ayrımchilik qarshi turish komissiyasining yig'inida bo'lsin Uyg'urlar masalasi eng asosli masalalarning bir qatorida yana jazo lagerlari masalasi asosli masalalarning bir qatorida o'tirib qo'yildi. Bularning hammasi shu namoyishlarimizningki keltirgan bir unumi deb qarasak bo'ladi aziz qarindoshlar. Bu bir kurash, namoyish, ya'ni o'zimizningki xalqimizning sadosini tez suratda jonliq aks ettirishning bir usuli, o'zimizning milliy irodasini ifodalashning bir usuli, shundoq muajiratda yashayotgan qarindoshlarimiz o'rtasidagi inoqlik, ittifoqlik, birlik, qarindoshlik, o'zaro sevgini kuchaytirishning bir yo'li. Xon sarayının aldığı yetip geldiniz değil mi Berat efendim? Doğru hazır mı? Tanışmış bulundu çıkıp kaldı. Hazır geldi Xon sarayı aldığı. Hoş. Reisimiz Bahtiyar efendim eğer yağratıkını götürüp Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşimizden. Bu yağratıkını götürüp attı. Akşam iki gece işlegen şu materyallarını tayarlap. Ben de bugün yine işqilib sağ-salamat riyosatchilik qilyotdi faoliyatlarga. Allah razı olsun. Her qatimliq shunday namoyish o'tkazilishdan burun shu namoyishni tashkillagan tashkilotlarimizning rahbarlik hay'ati qarindoshlardan Allah razı olsun. Ular qanchalik opirin etsak oz, rahmat etsak oz qiladi. Chunki bu qarindoshlarimiz haftalab kecha-kunduz bir namoyish 2-3 soatlik namoyish deb unda oson chog'lamayli. Bu namoyishni uyushtirish, uning tayyorlik xizmatini işte intayin tez shu rahbarlik hay'ati qarindoshlarimiz buning kecha kunduz tayyorlik qilib uxlamaydi hatta o'sha namoyish arpasida hozir Parat efendim degandek bu haqiqatdan bir tez ish, uningki lozunkalarni yasaydigan gap, taxtlarni yasaydigan gap, bayroqlarni tayyorlaydigan gap, butun odamga o'y telefon qilib namoyishning vaqtini uqtiradigan gap, qayta so'ylaydigan gap, bu nihoyatda cho'ng bir programma, cho'ng bir projekt bu namoyish. Salom Parat efendim. Xo'sh. Baxtiyara gap ziyorat qilaysam, yine azroq bir 2 yuz gap bor deb. Salom Baxtiyar efendim. Xo'sh, Baxtiyar efendim. Azroq 2 yuz gap aytasiz jamoatga. Sizlar otimizni og'ash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Baxtiyar efendim. Allah razı olsun. Yaman japa çektiniz bana nayt ig'ir yangratqini ko'tirib kelibsiz mana 2 kilometrdagi yo'lni yurib. Demingizga atib. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Mushu o'zimiz jazo lagerdagilarniki ovoz bo'lish uchun shu qarindoshlarimizniki dardini dunyoga anglatish uchun biz bugun shunday plakatlar bilan Oslo'niki markazida hozir Xon sarayini oldiga keldik. Bu yerda namoyish bilan turibmiz. Bu namoyish kelgan Shvetsiya, Finlandiya, shundoqla Norvegiyaniki boshqa yiroq shaharlardan kelgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Namoyish nihoyatda
ta'sirlik bo'ldi. Qo'lda telefon bor, barliq sayohatchilar tushib, to'xtab, rasm tortib, film kelib, nihoyatda diqqat qilyapti. Chunki bizningki eng oldidagi lozunka Xitoy 3 million jazo lageridagi 3 million Uyg'urni qo'yib beradigan lozunka bo'lganligi uchun bu nihoyatda qattiq ta'sir qildi. Uning ustiga lozunkani biz qor qizil xatda loyihaligimiz uchun 3 degan xatni oqtib qo'ydik. Bu shu nihoyatda ta'sirli bir namoyish bo'lyapti. Biz o'zimiz bu namoyishga qatnashib, o'zimizning vujudimizni larzakyapti hozir. Hammalarga rahmat. Rahmat, Baxtiyor apandan namoyishlarga muvaffaqiyat tilayman. Alloh rozi bo'lsin. Minglardan Norvegiya Uyg'ur komiteti rahbarlik hay'atidagi fidokor qarindoshlarimizdan va bu namoyishga kelgan bizning fidokor jangchilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Millatımızın duası her zaman sizler bilan birge. Xo'sh. Ferhat efendim, Şakrap yağmur yığıvattı da. Biz aynı bir şu kadar inqilabımız var. 2000 yılları Norvegiya kelgan Ömer Baqiyev deb. Bu Ömer Baqiyev mu Norvegiya Uyghur komitetining hay'at a'zoligi ichida. Hozir ikki yig'iz gapini olsak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi naq maydondan Assalomu alaykum. Umarchilikka qanday ahvolingiz yaxshi? Salomat o'dingiz? Men Ferhat Yurunqash. İşler sağ olun. Assalomu alaykum. Umarchilikka qanday ahvolingiz yaxshi? Salomat o'dingiz? Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki naq maydon televiziyasidan Umarchilikni tunayman. Burun Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umarchilikka qanday ahvolingiz yaxshi? Salomat o'dingiz? Men Ferhat Yurunqash. Etken şamal çıkıp kayık atattı. Hazır yağmur yakın başladı. Şunun karması bana Uygurlarımız. Namaş çıkıp meğedim bana Şvetsi'den gelgen 50-60 adam var. Ulama ona çıktı. Billahimiz bana. Kösanlar kanı sozdup kettik. Kaç oldu ki? Bir 300 var mı ki ya 200 mi ki? Şunçılık kendi. Yani bugün gün şundak diyeyim bana uluk. Yakşı. Aşnak çıkarak çıkaylık. Bilgizaylık bizdenki. Karşılığımızda beten boğatkan işlerini. Andi ben bu ançı çıraylık sözler vermeye şunu akısı köyünümdeki dedim. Rahmet Umarchilikka. Rahmet Umarchilikka. Pat. Bo'ldi o'tirishni o'rnida. Yetishdan chiqaylik talaga. Bu rahmat Umarchilikka. Bu aziz qarindoshlar Umarchilikka meningki ham o'zimningki aksiyaning o'rnida yaqin do'stim Norvegiya eng burun kelib kelganlarning birisi va bu yerdagi oqsoqollarimizning biri burunmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi bo'lib vazifa o'tagan bizningki fidokor nihoyat jasoratlik aqllarimizningki biri, vatansuvar aqllarimizning biri o'zi hozir Norvegiyaning Oslo shahrida istiqomat qilib turyapti. Alloh razı olsun. Qaraslar ko'rib turayotgan bu ko'cha Karl Johan ko'chasi, yine Oslo'dagi donliq ko'cha. Qarshi tarafdagi post stansiyasi, bu tarafda Xon o'rtasi. Sizlar hozir Xon o'rtasining oldida bir 15 minut tursa, uningki davomli yurish qilasizlar, shundaymi? Shunday. Allah ishimizni oson qilsin, bir yomg'ir. Endi bizning qarindoshlarimizga yomg'irga, qorga, bo'ronga, shivirg'onga parvo qilmaydi. Chet el qarindoshlarimiz haqiqatan namoyish bo'lsa, nihoyat zo'r fidokorlik ko'rsatdi. Mana hozir Osloda yomg'ir yog'ib o'tibdi. Qarindoshlarimizni nihoyat ko'taranki ruh, nihoyat rat bir kayfiyatda taxtlarni egiz ko'tarib bizning Uyg'ur sarxillarining rasmlari tushirilgan jazo lagerida yetayotgan sarxillarning rasmlari tushirilgan do'zga taxtlarni ko'tarib Norvegiya Uyg'ur komiteti bir 150lik taxt yasatgan maxsus namoyish uchun qarindoshlarimizningki hammasining qo'lida vatandagi jazo lagerlari turmlar yetayotgan ota-onalar, urug' tuqqanlarning tonish bilishlarning, do'st yoralarining resimlerini ko'tarib olgan. Assalomu alaykum. Yine bizning peshqadam inqilobchilarimizdan Ömer Acim turibdi bu namoyish qo'shinida. Ikki yig'iz gapini olsak, Dunyo Uyg'ur qurultiyi naq maydon televiziyasi. Ömer Acim mening og'inam. Ömer Acim qanday avvalda yaxshi salomat tilmay Ferhat Yurunqash. Allohning salomi, rahmati, mag'firati bo'lsin. Bugun Norvegiyaniki poytaxt Osloda vatan izlayotgan, turmush solayotgan qarindoshlarimizga ozodlik uchun ham Xitoy
Kışta rezillik için karşı namaş yürütüyoruz. Bu namaşımız yaxşı git vardı. Oslo'nun her yerden köp Uygurlar geldi. Namaşımız yağmur yağmadı, yağmur yağdı mı nayet callak ruh git vardı cemaatimiz. Bütün Avrupa'daki kardeşlerimizdeki daim hoş namaş kılıp Xitayga bo'lgan müşbelligimizni, qarşılığımızı ko'rsatishni, hammamiz ittifoqlashib, düşmanımız qarshi turishni talab qilma, ham umid qilma. Ziyorat qilganingizga ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat. Ömercan, bizningki Norvegiyadagi vatanparvar diniy zotlarimiz, diniy ulamolarımızdan biri o'zi ilgari shu Norvegiya Uyg'ur masjidininki imom bo'lgan. O'zimi nayeti aktiv shu chet elga hijrat qilib chiqqandan tortib hozirgacha aktivlik bilan shu butun namoyishlarimiz, siyosiy faoliyatlarimizga aktivlik bilan qatnashib kelayotgan bizningki vatanparvar diniy zotlarimizdan biri Ömercan. Ömer Hacım. Hem ağaylem. Tövende biz yine bizden şu dava işini burun tatıp işlep kilovatkan bizim ayal kahramanlarımızın Aygül Yusuf'la ziyaret kılmaya iki eve söz kılıp verse. Aygül. Selamun Aleyküm Aygül Hanım. Selamun Aleyküm Aygül Hanım. Qanday ahvalınız yaxshi, salomat edingiz? Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar, bugun Norvegiyaning poytaxti Oslo shahrida biz tinchlik namoyish faoliyat olib beryapmiz. Namoyishimiz hozir nihoyatda yaxshi ketyapti. Biz shu topda Norvegiyaning poytaxti Osloning markaziy ko'chasi, ya'ni Karlovan ko'chasida ketyapmiz. Ham Padişah sarayının oldida birdan turdik. Hozir garchi bu yerda yomg'ir qattiq yig'ayotgan, shamol chiqayotgan bo'lsa-mu, bu yerdagi bizning namoyishchi qo'shinlarimizningki ro'yi nihoyatda ko'tarangu. Chunki biz bu garchi bu yerda qor yomg'ir hatto osmondan tosh yoqqan ahvol ostidami, bizning bu yerdagi namoyishimiz hargiz to'xtamaydi. Chunki biz bu namoyishni osh vatanimiz Sharqiy Turkistonda azap çekiyotgan lagerlarda, lagerning ichi va sirtida qon yosh to'kayotgan, behuda o'lib ketayotgan barliq hadisanglarimiz, akalarimiz, bovlarimiz, momlarimiz, akalarimiz va barliq o'shada Xitoyningki faqat Uyg'ur bo'lib yorilib qolganlik uchunlam Xitoyningki eg'ir zulmi, insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan bir zulmni boshini kechirayotgan izlayotgan milletimiz uchun biz hozir bu namoyishni olib beryapmiz. Bizning bu namoyishimiz toki o'sha bizningki vatanimiz Sharqiy Turkistonda bir hurlik nur yog'maguncha, tong nuri ichilmaguncha Aşı lager içideki begunoh bizningki barliq qarindoshlarimiz lagerning sirtiga chiqib erkin nafas olmoqcha. Biz herkes bu namoyishimizni vatan millat uchun bo'lgan har qanday ko'rishimizni to'xtatmaymiz. Men gapimni uzoq qilmay, Norvegiyadagi shu namoyishga chiqqan barliq qarindoshlarimizdan Xudoyim qilgan kurashlari, mangan yo'llari uchun rozi bo'lsin, chiqqan chiqmagan barliq qarindoshlarimiz rozi bo'lsin. Ham Norvegiyadagi barliq Uyg'urlardan o'zini Uyg'ur sanaydigan, o'zini Uyg'ur millatining farzandi sanaydigan barliq Uyg'urlarning g'ururidan, ularning jangovarligidan butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga o'tliq salom. Hammanglarga ko'p rahmat. Rahmat Aygül Hanım, rahmat Aygül Hanım, Aygül Uyghur ziyolisi ve şairimiz hozir Norvegiyaning poytaxti Osloda istiqomat qilib turayotgan bizningki eng aktiv vatanparvar xonimlarimizning birisi, ziyolilarimizning birisi. Hozir chet elga chiqqandan tortib hozirgacha izchil turda bu Uyg'ur milliy harakatiga aktivlik bilan qatnashib kelayotgan bir xonimimiz. Shundaqla o'zi bu yerda yana ta'kidlab qo'yay, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijro komiteyi raisi Samet abla efendimning xonim bo'ladi o'zi. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz yomg'irga qaramay ketyapti. Nurg'un qarindoshlarimizni qo'lida yomg'irlik yo'q. Shunday bo'lsa-mu, qarindoshlarimiz yomg'irga parvo qilmay ketyapti bu yerda. Dolqun. Hoş Murat hazır nelerge hoş. Yine Norvegiya dağlık mao devletlik
teatrı var. Yani bu 9. ay kelgan çağda bu teatrxonaning qurilganligi silinganligiga 100 yil bo'ldi. Mana bayatımı Karl Johan Kuss'un ötüş jarayonida 1850 silingan, 50 yıldır silingan qadimiy uylarning oldini o'tdik. Nihoyatda yaxshi, ammo vatan bilib turyapmiz. Bizning 1000 yillik tarixiga masjidlarimizni Uyg'urlarning madaniyatiga vakillik qilgan an'analarimizni cheqyapti. Demak, bizning zulm shuncha kuchli. Albatta siz degandek mana 2 kundan keyin biz muborak Ramazon oyiga kiramiz. Hammamiz muhojiratdagi qarindoshlarimizning ko'nglimizni aytib yerim dinimiz sunuq o'zimni aytib mayus azob oqibat ichida kiramiz shunday ulug' kunlarga. Bilasiz ana hozir vatanda haj qilgan odamning hammasi jazo lagerida, namoz o'qigan odamning hammasi jazo lagerida, diniy ta'lim tarbiya ko'rgan odamning hammasi jazo lagerlarida, ro'za tutgan odam jazo lagerlarida, hatto bir-biriga assalomu alaykum degan odam jazo lagerlarida. Hatta bir yerde Muhammed, Davud degandek shunda bizning payg'ambarlarimizninki ismi bilan ism qo'ygan odamlar mo'jizalarlarda. Ya'ni dunyoda bizdek Sharq Turkiston xalqidek azob oqibat chekyotgan boshqa bir millat bo'lmasa kerak bugungi dunyo vaziyatida, bugungi dunyo konjunkturda. Albatta mushu qilgan namoyishlarimizning unumini yaxshi kuchli bo'ldi. Mushu namoyishlarimizning va apirayotgan to'xtatmay apirayotgan mana hozirgidek yomg'irga qaramay, qorga qaramay, sho'rg'anga qaramay, bo'ronga qaramay apirayotgan namoyishlarimiz va siyosiy faoliyatlarimizning natijasida hozir xalqaro jamoatchilikninki kuchli diqqat e'tiborini qo'zg'adik. Bu jazo lagerlari masalasida va Xitoyga jiddiy bir besim shakllantirdik. Mayli BDT orqali bo'lsin, mayli Yevropa komissiyoni orqali bo'lsin, Yevropa parlamenti orqali bo'lsin va yoki Amerika hukumati Avam palatasi, Kengash palatasi orqali bo'lsin. Shuning uchun mana qarindoshlar hozir qaraydigan bo'lsa, Xitoy hukumati burun bir chet ellik muxbirni bag'izmaydi bizning vatanga, g'arb davlatlarining diplomatlarini bag'izmaydi. Hozir u yerda ularni asta-asta bag'izlagan bir vaziyat shakllandi. Oldi bilan birinchi bosqichda bu chet el garajdalar bo'lib, jazo lagerlarida turayotganlarni qo'yib berishga boshladi. Masalan, Pokistonlik ularningki jazo lagerlarida yetib turayotgan Uyg'ur xonimlarni qo'yib berdi, qozoq garajdalarni, Qozog'iston garajdalarni o'g'illarni qo'yib berdi va hozir gerçi çoğun bir özgürlüş bo'lmagan bo'lsa, ama kuchli dunyo jamoatchiligining kuchli besimi bilan hozir Xitoy hukumati asta-asta yumshatyapti bu siyosatni, yumshatyapti. Inshaalloh biz mushu faoliyatlarimizning bu xil norozilik harakatlarimizni yana kuchaytirish orqali Xitoyga texmi buningdanmi birasa besim shakllantirishimiz kerakki, bu besim orqali Xitoy hukumatini aman bir kuni biz bosh egdirimiz, chizib turimiz aziz qarindoshlar. Shunga apirgan namoyishlarimizga hargiz sal qarmayli. Yana bir seviye ta'kidlab qo'ydiganim namoyish qatnashammagan qarindoshlarimizni har xil sabablar bilan, kasallik sababi bilan, xizmat sababi bilan, oila sababi bilan qatnashammagan qarindoshlarimizni ayblamayli. Men keldim namoyish qildim deb kelmading deb bu qatim kelamiz, qatim keldi. Har bir Uyg'urga fursat berishimiz kerak. Buni qo'llash, ma'naviy jihatni hech bo'lmasa duo qilish, shularni ma'naviy jihatni qo'llashning o'zimi bu nihoyatda ahamiyatli bir ish. Aziz qarindoshlar, buni ta'kidlab qo'yay. Hoş. Ama bataryani bir qaçılıp uluvarsam, hazır bizning bir qarindishimiz bor. Şu Norvegiyada aktiv faoliyat qilib Dunyo Uyg'ur qurultiyiga hamkorlashib, ismi Dolqun. Hazır şu qarindishimizni so'ziga taklif qilaman. Assalomu alaykum jamoat. Assalomu alaykum. Bugun namoyishimiz shunday yaxshi bo'lyapti. Mana yomg'ir ishin qarmay, Norvegiyadagi barliq Uyg'urlar ittifoqlashib, inoq, yaxshi kayfiyatda mana tinch shaklda shunday namoyish qilyapmiz. Bugun o'zimning kelganim shunda faxrlanib qoldim. Uyg'urimning ittifoqlik ko'rsatmoqsin. Bunday texmo ittifoqlashib, texm cho'ng ishlarni qilish uchun tirishimiz. Rahmat jamoatga. Rahmat, Allah razı olsun qarindishim. Allah razı olsun sizden. Yağmurga qaramay buni ko'p qarindoshlarimizning qo'lida yağmurlik yo'q ekan, butun badani mana chilik o'l. Ama yana ular shu vatan ishidagi xalqimizning haqqi o'rnatish uchun jazo lagerlari turmlarda azob uqubat chekayotgan, jon tilishayotgan qarindoshlarning haqqi o'rnatish uchun bular yağmurga qaramay mana hozir 2 kilometrga yaqin yo'lni yurib ketyapti. Aziz qarindoshlar, hozir sizlarning ko'rayotgan olar
Norvegiyaning poytaxti Oslo shahrida berilayotgan ikkinchi qitimliq Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yurishi aziz qarindoshlar hozir 1 soatni oshdi, namoyish davom qildi. Aziz qarindoshlarimiz bu yerda yurish qilyotdi. Sessiz yurish shaklini tanlagan bular. Bular padişahning xon saroyi oldiga yurish qildi. Bu yerdan Nobel tinchlik komitetining binosining oldiga yurish qilyotdi. Qattiq yomg'ir va ammo qarindoshlarimiz yomg'irga qaramay noodatiy shaklda Qarat efendim, benim bilişimçi bu namoyish keyingi yillarda shu Osloda Norvegiyada o'tkazilgan kunim eng cho'ng namoyishku deyman, ha? Shundoq. Shundoq, ha, men yaqinqi bir qancha yildan buyon kunimi eng cho'ng anatken chet eldan kelgan qarindoshlarimizni ko'p bo'lgan namoyish bo'ldi. Bundan keyin davomliq shunda namoyish bo'lsa. Chunki biz mush atrofdagi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur tashkilotlaridagi qarindoshlar bilan mush to'g'risida davomli fikrlashimiz ham texmi mushu o'zimizning davosini kuchli elib berish uchun har xil shakldagi faoliyatlarni yaxshi olib berishga tirishamiz. Mana hozir sizlar ko'rib turayotgan Nobel tinchlik mukofotining binosi. Mana hozir namoyish qo'shinimi bu yerga yetib keldik. Bu havo nihoyat nachar turdi, butun osmonni qor bulut qoplab ketibdi. Yomg'ir nihoyat qattiq. Nobel tinchlik mukofoti komisiyaning oldiga keldi. Aziz qarindoshlar, program 5 deb o'tdim. 2019-yillik Nobel tinchlik mukofotiga bizning Uyg'ur sarxillaridan bizningki Qaysar o'g'lonimiz, Uyg'ur olimi Ilan To'xti nomzod qilib ko'rsatilgan. Inshaalloh Ilan To'xti efendimning Nobel tinchlik mukofotiga erishishini Janob Allohdan tilaymiz. Parat efendim, qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganingiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida tasdiqlangan to'rt televiziyasiningki naq maydon programmasi. Biz aziz qarindoshlar, biz hozir 1 soatdan buyon sizlarga Norvegiyaning poytaxti Osloda o'tkazilayotgan hozir 1 soatning yog'i 1 soatdan ko'proq vaqt bo'ldi namoyish boshlangani. İkinci navbatlik Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yurishi naq maydon ko'rinishini biz beryapmiz va Osloda istiqomat qilib turayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh taftish Parat Yoqub efendim bizga naq maydonning ko'rinishini taqdim qilyapti. Namoyishda hozir qattiq yomg'ir yig'ib ketdi, chaqirib bütün namoyishchilarni qarindoshlarimiz Alloh rozi bo'lsin, fidokor qarindoshlarimizni. Bütün badinchilikchilik hozir o'l, havo munoyat nachar. Şuna bir yerde bir texnik jihatdan bir mesele çıktı. Aziz qarindoshlar, biz qayta bir bağlanıp bakamiz. Naq maydonga. Aziz qarindoshlar, biz bu texnik sebep bilan onun ustiga yomg'ir yig'ib ketdi, ko'rinishdan biroz tutuqlab ketdi. Bu qo'l telefoni orqali, yanfon orqali bizga naq maydondan ko'rinishini taqdim qilayotgan Parat Yoqub efendim. Shuning uchun biz bu bugungi hozirgi bu naq maydon programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz va Osloda berilayotgan ikkinchi qitimliq Skandinaviya mahbuslar sadasi erkinlik yurishiga muvaffaqiyat tilaymiz va namoyish qatnashgan bütün qarindoshlarimizni muvaffaqiyat tilaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Yomg'ir qaramay, qattiq yomg'ir qaramay bu namoyishni o'tkazyapti. Aziz qarindoshlar, bu programmaning oxirida yana qayta ta'kidlab qo'yay va biz kirish oldida turgan muborak Ramazon yıllarga mübarek olsun ve ete bulunduğun bizdeki 2010 yıldan tatip biz her yıl ötküzüvatkan 5. May günü ötküzüvatkan bu Doppa bayramımızga tekrar mübarek olsun. Az qarindoshlar, kilaqatimlik programımızı görüşürüz. Görüşürüz. Aman bilan xayr xoş.